Bir necha yildan buyon pulimni tejash uchun 3D printerdan o'zimga kerakli har xil asbob-uskunalar chiqarib kelaman. Lekin shu paytgacha hech qachon tanamda kiyishim mumkin bo'lgan narsalarni chop etishni o'ylab ko'rmagan ekanman. Endi esa nimaga buni avvalroq sinab ko'rmaganimdan afsusdaman. Bu Waleberry poyabzali to'liq 3D printer orqali chop etildi. Xuddi 2050-yildan kelgandek ko'rinadigan konsept. Men 3D printerim oddiy kiyim-kechak buyumni yasay oladimi va bu poyabzalni haqiqatan ham kiyish mumkinmi bilmoqchi bo'ldim. Bu ulkan modelni chop etish uchun 3D printerim 4 kun to'xtovsiz ishladi. Nihoyat oyoq kiyimimiz tayyor. Amaliy sinovlarni ham boshlash vaqti keldi. Poyabzalning noodatiy taraflaridan biri uning diqqatni tortuvchi dizayni sizni yurayotganingizda markaziy nuqtaga aylantirib qo'yar ekan. Endi sinovlarimiz natijalarini aytsam, oddiy yurishda o'zimni paxtadan yasalgan yuzada yurgandek his qildim. Tagi juda ham yumshoq chiqibdi. Sakraganimda ham qattiq narsa sezilmadi. Mashina haydaganda ham o'zi katta bo'lishiga qaramay hech qanday muammo tug'dirmadi. Lekin afsuski, biroz muddatdan so'ng notekis joylarda yurganimda va yugurganimda ahvol yomonlashishni boshladi. Biz sinayotgan paytda yomg'ir ham boshlab yubordi. Poyabzalning yuqori qismi havo aylanishi uchun ochiq bo'lganligi sababli oyoqlarim tezda nam bo'lib ketdi. Xo'sh. Bu ob-havo sharoitidan foydalanib, sirpanish sinovini ham qilib ko'rsak bo'ladi. Birinchi haqiqiy krossovkalarni sinab ko'rdik. Endi esa 3D printerdan chiqarilganiga navbat. Aytgancha, poyabzalimizni mustahkamligi anchagina yaxshi. Shuncha sinovlar davomida faqatgina shu qismini sindirib qo'ydim. Endi qaysi kiyimni 3D printerdan chiqarsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.